Hammaga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga sutsiz blinchik tayyorlashni ko'rsataman. Bu retseptni YouTube kanalidagi pazanda.uz kanalini yuritadigan opadan oldim. Menga yoqdi. Tayyorlab ko'rdim, o'xshadi. Ishi tuxumni chaqib olishdan boshlaymiz. 4 ta tuxum, 800 gram suv, 200 gram yog', tabga ko'ra shakar, tabga ko'ra tuz va quyuq bo'lguncha un solinadi. Men 4 ta tuxumni chaqib oldim, mikserda yaxshilab aralashtirib, ustiga 800 gram suvni o'lchab solasizlar, solinadi, yaxshilab yana mikserda aralashtiriladi. Uni ustiga 200 gram yog' solib, yaxshilab mikserda aralashtirib, shakar solib, shakar erib ketguncha yana aralashtirib, undan keyin ustiga un solinadi. Blinchikka xamiri hamma biladi qanaqa quyuq suyuqligini. Shuning uchun unni o'zingizlar mo'ljallab solasizlar. Solgandan keyin tovani qizdirilgan tovaga sariyog' yoki yog' bilan ozgina tovani yog'lab olamiz. Keyin yaxshilab qizdirib, blinchiklarni birma-ketin pishirib olinadi. Bu retseptni qoq yarmini ham qilsanglar bo'ladi. Men ko'proq qilganim uchun o'zi 2 ta tuxum, 200 gram yo'q, 400 gram suv solinadi. Men 2 ga ko'paytirib qildim, blinchik ko'proq tayyorlash uchun. Hammaga yoqimli ishtaha, tayyorlab ko'ringlar, o'xshaydi.